2020-yilning 8-yanvar kuni soat 16dan 10 daqiqa o'tganda Qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Shahardagi Amir Temur mahallasida joylashgan Kapriz go'zallik saloni oldida bir guruh odamlar janjallashyapti. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyiga yetib borildi. Ma'lumotga asosan tezkor tergov guruhi bilan bizlar voqea joyiga yetib bordik. O'sha vaqt o'zida borgan vaqtimizda Uzoqov, Shahzod hamda Ravshan Muhriddinlar o'zaro bir-birlariga o'tkir tili jism bilan jarohat yetkazayotgan vaqtida o'sha tezkor guruh xodimlari bilan ikki tomonlama guruh bo'lib janjal uyushtirgan jamoat joyida ommaviy tartibni buzayotgan holat buzayotgan vaqtida tezkor xodimlari bilan bularning hammasini qo'lga olinib, hozirgi kunda Qarshi shahar ichki ishlar organlari muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib kelib, bular bo'yicha hozirgi kunda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tergov guruhi voqea joyini ko'zdan kechirib, bezorlik jinoyati sodir bo'lgan uy atrofidagi kuzatuv kameralarining tasvirlarini, guvohlarning ko'rsatuvlarini eshitdi. Kuppa kunduzi jamoat joyida baqir-chaqir va otishma sodir qilgan zo'ravonlarning birma-bir shaxsiga oydinlik kiritildi. Voqea joyidan tosh bo'laklari, qonga o'xshash dog'lar olinib, tegishli tartibda ekspertizaga yuborildi. Shoshlik qilib qo'ydik. Qilganimizdan pushaymonman. Ravshanov Muhriddin Ruhiddin o'g'li 1995-yil 21-yanvar kuni Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston fuqarosi, bo'ydoq, hech qayerda ishlamaydi. Laqabi Petya. Muqaddam sudlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2015-yil 12-fevraldagi ajrimiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi va 277-moddasi 3-qismi A bandi bilan amnistiya aktiga asosan jazodan ozod qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 15-oktyabr 2019-yildagi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi A, B bandlari bilan 2 yil 10 oy 13 kun muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Hammalardan uzr so'rayman. Qaytarilmaydi ikkinchi. Janjallashib qoldik. Siparsanmi? Uzoqov Shahzod Ixtiyorovli 1999-yil 24-oktyabr kuni Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, bo'ydoq. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 5-qismi 2-bandiga asosan tugatilgan. Hech qayerda ishlamaydi. Sportmen hunar yo'q. Musobaqalarga chiqib. Rukapashni. Akam uzoq chog'da akasi. Abdullayev Oyatulloh Ixtiyorovli 1993-yil 7-iyun kuni Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, bo'ydoq. Muqaddam 17-iyun 2013-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi bilan sudlangan. Hech qayerda ishlamaydi. 93-yil. Endi ukam pichoqlagan ko'rib men o'zim to'xtata olmay qoldim. Shuning uchun. Bu yerda 277-modda bilan ayabini ochib kelib turibman. Najmiddinov Sanjar Hamzayevich 1997-yil 24-avgust kuni Qarshi shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, bo'ydoq. Muqaddam 24-iyul
2018-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan sudlangan. Hech qayerda ishlamaydi. Oldin sudlanganman. Bir marta. 2020-yilning 8-yanvar kuni fuqaro Ravshan Muhriddin va Uzoqov Shahzodlar Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasida joylashgan Kapriz go'zallik saloni yonida uchrashib qolishyapti va o'rtalarida oldindan yuzaga kelgan kelishmovchilik tufayli o'zaro orani ochiq qilish maqsadida o'sha yerda joylashgan ko'p qavatli binoning yon tomoniga o'tib bir-birlarini o'zaro munosabatlariga oydinlik kiritmoqchi bo'lishgan. O'sha vaziyatda fuqaro Ravshan Muhriddin o'zini yonida olib yurgan o'tga tig'li predmet, ya'ni pichoq yordamida fuqaro Uzoqov Shahzodni qo'rqitib, unga tan jarohati yetkazish maqsadida o'sha atrofda fuqarolar jamoat joyi hisoblangan o'sha atrofdagi fuqarolarda bo'lishiga qaramasdan fuqaro Uzoqov Shahzodga o'sha yonida bo'lgan pichoq bilan tan jarohati yetkazadi. Ushbu holatdan keyin o'sha Ravshan Muhriddinni tanishlari fuqarolar Ergash va Usmonovlar ularni kelib o'zaro janjalni ajratmoqchi bo'lgan vaqtda Uzoqov Shahzod shu yaqin atrofda turgan o'zining akasi Abdullayev Oyatulloh va boshqalarni fuqaro Ravshan Muhriddin unga o'sha pichoq bilan tan jarohati yetkazib bezorilik harakatlarini amalga oshirayotganligi haqida xabar beradi. Shundan so'ng Uzoqov Shahzodni akasi fuqaro Abdullayev Oyatulloh va uning sheriklari qo'llariga har xil kishi sog'ligi uchun amalda shikast yetkazuvchi toj va shunga o'xshash tosh bo'laklarini olib fuqaro Ravshan Muhriddinni o'sha jamoat joyida atrofdagilar uchun xavfli usulda toshbo'ron qilib o'sha Ravshan Muhriddin va uning sheriklariga tan jarohati yetkazishib shu bir guruh holatda bezorilik jinoyatini sodir etishgan. Ushbu hodisaga aloqador bo'lgan barcha o'sha bezorilik holatida ishtirok etgan shaxslar aniqlanib, ularning shaxsiga oydinlik kiritilib, ularga nisbatan o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ha, Muhriddin Ravshanov, Shahzod Uzoqov, Oyatulloh Abdullayev va Sanjar Najmiddinovlar odamlar ko'z o'ngida qilgan harakatlari bezorilik jinoyati deb baholanib, qonunlarimizda qattiq jazo choralari belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasida ko'rsatilgan bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urush do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish ancha miqdorda zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etilsa 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agarda takroran yoki o'q otar qurolni namoyish qilib, uni qo'llash bilan qo'rqitib, shuningdek jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakiliga va boshqa fuqarolarga qarshilik ko'rsatib sodir etilsa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb yozib qo'yilgan. Uzr so'rayman biroz. Pushaymonman. Pushaymonman, juda. Bilamadim endi qilgan ishimdan men pushaymonman. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz hammamiz. Xalqimizda nonko'rga bergan esiz oshim, bevafoga to'kkan esiz ko'z yoshim degan gap bor. Bu har ikkala toifadagi odamga ham yaxshilik qilish, uning haqida qayg'urishning foydasi yo'q, hojati ham yo'q. Chunki bunday odam baribir yaxshilikni bilmaydi deganidir. Ha, Muhriddin Ravshanovga ham odamiylik qilinib, to'g'ri yo'lni topib olish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi bir emas, 2 marta insonparvarlik tamoyillariga amal qilib, yengilroq jazo bergan. Ammo
Muhriddin Ravshanov andishani otini qo'rqoq qo'yib, bir kun ham to'g'ri yo'ldan yurmadi. U o'ziga Petya laqabini olib, ko'cha-ko'yda bezorlik qiladigan odat chiqardi. Muhriddin Ravshanov 8-yanvar kuni kech soat 16larda Qarshi shahridagi Kapriz go'zallik saloni oldiga borib, qo'lidagi o'tkir kesuvchi pichog'i bilan jamoat joyida Shahzod Uzoqovga tan jarohati yetkazadi. Sudlanganmi? Shu bir 270 janjal. Odat qolgansizmi? Yo'q, shunday bo'lib qoldi. Shunday bo'lib qoldi. Uzr so'rayman bulardan. Nega chiqib qolasiz? Shu adash deydi. Endi tinch hayotda agar chiqsangiz, odam tinch yashaysiz? Tinch yashaymiz. Tinch yashaymiz. Bu yer yaxshimi siz? Yo'q, o'ylanishim kerak, do'st, tinch yashayman. Uylanishni o'ylamagansiz. Nima chiqasiz? Ustacha yig'laman. Uyimdan chiqayotdim, bu ko'rib qoldim bu bola. O'sha Muhriddin. Oldin telefon bilan tortishib qolgandi oldin. Telefondan so'kish. O'zi oldindan akam edi, u birga musobaqalarga borib, musobaqalarga yurgandi. Keyin aray nimadir bo'ldi, hazildan telefondan tortishib ko'rinmay ketdi, men toshib ketdim. Shu bir yillab bo'ldi, bir-birimiz ko'rmay ketgandik. Keyin biz esdan chiqib ketib qoldik, men tortishib qo'ygan telefondan. Keyin o'ydan chiqsam o'tirishgan ekan. Tushib salomlashay dedim. Tushib salomlashdim. Keyin o'sha meni sukuni eslaydi-hamma deb chekka olib qo'rqitib qo'yaman deb o'yladi. Ha, qo'rqitaman deb. Shunday urush bo'lib ketdi-da. Qilgan ishimdan pushaymonman. Shu joyda Shahzod Uzoqov ham qarindoshlariga, mahalladosh do'stlariga qo'ng'iroq qilib, yordamga chaqirdi. Avval akasi Oyatulloh Abdullayev, so'ngra esa Ravshan Bobanazarov, Valijon Ibragimov va Sardor Ravshanovlar kelib, janjalga qo'shilib ketishadi. Ko'cha bezori o'rtoqlari kelgandan ruhlanib ketgan Shahzod Uzoqov qayerdandir pnevmatik to'pponcha topib kelib, odamlar ko'z o'ngida bir necha bor o'q uzadi. Ko'ppa kunduzi shaharning qoq markazida ur-kaltak, sur-kaltak avjiga chiqib, to's-to'polon boshlanib ketadi. Quturib ketgan jo'jaxo'rozlarning bezorlik jinoyatlari tez tibbiy yordam shifoxonasi oldida ham davom etadi. Pichoqlaganini ko'rib, men o'zimni to'xtata olmay qoldim. 4 kishi o'tirganmiz, qolganlari bu banitsada janjal bo'lgan. Tarafma-taraf bo'lib janjal bo'lgan. Ikkalasi ham ukam ham, boyagi bola ham banitsaga borganda keyin. Yo'lda pichoqlashgan. Ha, ikkovi bir-biri bilan keyin pichoqlashganda. Keyin banitsaga borgan. Keyin uni og'aynisini ko'rib, meni ukamni og'aynlarim yopishib ketgan. Shu janjal shu qilib bo'lgan, keyin davom etgan. Shuning uchun ko'payib ketganmiz biz. Hozir biz ikki tomon janjal bo'lganda, bitta janjal emasdan 10 kishi, ikkita janjal. Ha, ikkita joyda bo'lgan janjal. Pistolet birinchi janjalda o'tilgan. Pichoqlashgan bo'lgan payti janjal. Ukam otgan pistoletni. Oldin sudlanganman. Bir marta. Qaysi o'tirdi? U ham 277 bilan sudlangan. Nega yana aralashib qoldi? Ko'rgan borganman Natoshga. O'sha sababdan aralashib qoldim. Shunda ko'rgan borsiz, Natoshga. Shahzod. Jinoyat va jazo. Hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Bu iboralarni qayerdagi qonunlarga itoat qilinganda, unga og'ishmay amal qilgan joydagina aytsak yarashadi. Biroq bu so'zlarni Qarshi shahri ko'chalarida hech kimdan hayiqmay, ko'ppa kunduzi guruh-guruhga bo'linib bezorlik jinoyatini sodir qilgan shaxslarning xatti-harakatlariga aslo qo'llab ham, yozib ham bo'lmaydi. Aslida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar
ochilmay qolgan joylarda shaytanat olami o'sha manzil makonda in qo'yadi. Ammo Qarshi shahridagi bunday ko'cha bezorlik favqulodda sodir bo'lgani yo'q. Yillar davomida yig'ilib modda bog'lab ketgandi. Bunday holatlar avval ham bir necha bor sodir bo'lgandi. Shahar hokimiyati, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura organlari va yoshlar tashkiloti xodimlarining loqaydligiga bezori bolalarning dahshatli javobi bu. Juda yomon narsa ekan bu. Qilganimdan pushaymonman. Otamning uchun qanday qilyapti o'zim otam? Bilaman, undan men kechirim so'rayman, onajon, yaxshi bola bo'laman. Endi Xudo xolisa. Kechiringlar meni. Juda pushaymonman qilganimdan. Ko'cha-ko'chasida yaxshi bola bo'lasan? Ha, inshaalloh yaxshi bola bo'laman. Hech qachon bu xatoni qaytarmayman, qayta qilmayman. Otamning muomalasida ega bo'lasan? Ha, inshaalloh bo'laman. Bo'laman. Xudo xolisa bo'laman. Va'da beraman. Oilada nechinchi farzandsan o'zi? 3-chi. Akalaring uylanganmi? Uyli joyi? Qamalish qismat bu. Sani bir xotirlarga oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sani uchun.